Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'ychi bolalar. Akalar, tak Sergeli tumani Qo'yliq massив 5 bo'lyapti. 5 qavatli binoni 4-qavati, 2 xona, 58 kvadrat metr ipotekaga ham to'g'ri keladi. Ba'zi bir jihozlari ham qoladi. Remonti yaxshi. Uyimizning narxi 57 ming dollar, sunnatiga kelishiladigan joyi bor. Uyni ko'ramiz. Xo'p, plan yaxshi, summasiga yaxshi. Tak bu koridorimiz, kiraverishda to'g'rida. Bolalar yotoqxonasi. Tak, sanuzel ko'rishimiz mumkin. Akkuratni qo'yishdi. Va bu mana kuxnya bo'lgan. Kuxnya balkonga chiqib ketgan. Oynalar reshotka qilingan. Tak. Butimiz mehmonxona. Bu yerda ham 2 go'ch balkon bor, xullas. Tak, uyimizning holati yaxshi, kirib yashashga tayyor. Bilasizlarmi, eng glavniy ipotekaga ham to'g'ri kelyapti. 5 qavatli binoni 4-qavati, 2 xona, remonti holati zo'r, ipotekaga ham to'g'ri kelyapti. Tak, 58 kvadrat metr bo'lyapti. Uyimizning narxi 57 ming dollar, sunnatiga ozgina o'tiladigan joyi bor. Hammaga rahmat.